76 bab. Xanның Moğolistanға yana bir növbət barğanlığı və Moğol əhlini Qashqarga elib kelganligi, həm aşı kunlarda bo'lib o'tgan vaqalarning bayoni. Rashid Sultan Moğolistonda qilib, shu zimistonda Qo'shqarda qishladi. Tayirxon O'zbekistonda edi. U yerda bir necha vaqaga duch kelib, ilojisiz Moğolistonga keldi və Qo'shqarga yaqin kelib o'rlashdi. Qirg'izlarning yerimi uningga qo'shildi. Tayirxon qirg'izlarga o'z atrofida o'rin berdi. Shu sababdan Rashid Sultan uningdan cho'chib va andish qilib, shu qishda Qo'shqardan qochib Otboshiga bordi. Bu xabar xonning muborak qulqiga yetdi-da, shu zimistonning oxirida Otboshiga qarab yurish qildi. Otboshining qatilishi qo'shilishida Rashid xon bilan ko'rishdi va xaloyiqqa tasalli berdi. O'zbeklar Moğolistanning sharqidagi xon. Bu söz Molla Muhammed Niyaz tərcüməsinin qo'lyozmasida yuqorida e'lonlangan. Tehran nashrida xos deyilgan. Qash so'zining xato ko'chirilishi bo'lishi mumkin. Chunki boshqa nusxalarning hammasida Qash deyilgan. Qash Polkinur dovonidan boshlanadigan Ili daryosining shimoliy tarmoq eqini bo'lgan Qash daryosi bo'lishi mumkin. Muharrirdan. Va Ko'ngas. Bu yer ismlari Molla Muhammed Niyaz tərcüməsinin bu qo'lyozmasida yuqorida e'lonlangan. Farischa birinchi nusxada Xos va Ko'ngas deyilgan. Farischa ikkinchi nusxada Qosh va Kungas deyilgan. Toshkent ruscha nashrida Xos va Kunkash deyilgan. Ko'ngas hozirgi Ili daryosining yuqori eqini Kunas daryosi bo'lishi mumkin. Muharrirdan. Deb atalgan yerlarga ketdi. Rashid Sultanning tavalligida qolgan bir muncha qirg'izlarmi Rashid xondan ayrilib Qo'shqarda qolgan edi. Ularning g'arizimi o'zbeklarga qo'shilgan qirg'izlarga qo'shilish edi. Shunga xon Peqirni Rashid Sultonga hamroh qildi. Biz berib yumg'on va Qo'shqardan qirg'izlarni ko'chirib Otboshiga elib keldik. Xon butkul xalqni ko'chirib elib kelish uchun Qashqarga ketdi. Xalqni tartibga selish va turaqlashtirish uchun Peqirni Mo'g'ulistonda qoldirib qo'ydi. Taki xon qaytib kelguncha Peqir Rashid Sulton bilan billaydi. Xon Qashqardan kelibla Buzrukvar Hammom Sulton Nigar xonimni elib kelgan. U Tayirxon bilan bizning oramizda vosita bo'lib sulhi va do'stlik o'rnatsin deb Peqirni Qashqarga berishga buyurdi. Peqir xonning farmoniga binoan Yorkanga berib, xonimni Mo'g'ulistonga elib bordi. Xon Aqsay hozirgi Don daryosining tuvan eqinining o'ng tarmoq eqini. Bo'yidagi qo'rg'on bo'lsa kerak. Xanzucha nashrida Oqqumas deyilgan. Oqqumas Talas daryosi bilan Chu daryosining tuvan eqinidagi Oqqum bo'lishi mumkin. Muharrirdan. Da edi. Peqir yetib berishdan ilgari qirg'izlar o'zbeklardan ayrilib ketibdi degan xabarni anglagan ekan. Xon bu xabarni anglagandan keyin qirg'izlarni bo'ysundirishni loyiq ko'rib, Oqsaydan otlanib bir manzil manganda Rashid Sultonga kasal tegibdi. Hazrati Xoja u yerda ekan. U zotning Masiha nishonliq nafslarining berkitidan Rashid Sulton u kasaldan 3 kun ichida saqib ketibdi. Peqir xonimni xonning manzilgohiga tushirib qo'yib, ilg'or qo'shinni elib lashkar tarafga yuzlandi. Xon u manzildan roman bo'lgan kuni Peqir yetib bordimda Hazrati Xojai Nuranning o'zangillarini so'yishga va xonning xizmati sharifiga erishdim. Hazrati Xoja u manzildan to'liq izzat va ikrom bilan yondi. Xon yurishni boshladi. 40 kunlik yo'lni 12 kunda besib tugatdi. U ixcham so'zning tafsiloti shuki, xon Oqqubash. Farischa birinchi nusxada Oqqubas, Farischa ikkinchi nusxada Oqqayas deyilgan. Tehran nashrida Oqqumas, Toshkent ruscha nashrida Oqquyosh deyilgan. Qay yetib keldi. Peqirni 5000 kishi bilan Rashid Sultonga qo'shib qirg'izlar ustiga avatdi. Qirg'izlar orishlar. Xanzucha nashriga asosan to'liqlandi. Orishlar Sari daryosining g'arbidagi Oriskul bo'lishi mumkin. Muharrirdan. Qay yetib keldi. Peqirni 5000 kishi bilan Rashid Sultonga qo'shib qirg'izlarning ustiga avatdi. Qirg'izlar orishlar. Da ekan.
u yerga berib ko'rdikki, qirg'izlarning o'taq va manzillari turibdi. Buningdan qirg'izlarning bu yerdan ko'chib qechib ketganligi ma'lum bo'ldi. Tashlab ketgan ba'zi asboblarni ko'rdik. Qirg'izlar bizning kelganligimizdan xabar topdi bo'lg'ay deb gumon qilishdik. Bir muncha vaqt yurgan edik, bir necha o'likning yotganligini va o'q tegib yotgan bir muncha otlarni ko'rdik. U o'liklar orasidan izlab yurib, yerimjon yotgan bir kishini topdik. Onundan aniqlab bildikki, Babajaq Sultan Ko'sandan kelib qirg'izlar ustiga chopqin qildi. Biz kelishdan ilgari 3 kun qattiq urush qildi. Oxiri Babajaq Sultan yengilib qaytibdi. Qirg'izlar ahli ayollarini o'zbeklar tarafga avatib etib, o'zlari Babajaq Sultanni qo'g'lab ketibdi. Lashkarlar uningdan yiroqroq borgan edi. Qirg'izning 100 mingga yaqin qo'yni tepib elib keldi. Qirg'izlar bilan o'zbeklar qo'shilib olg'ashqa, buningdan ortiq chiqilmay xonning huzuriga yenib keldik. Chunki asli maqsad o'zbeklarga tegish qilish bo'lmasdan, qirg'izlarni tartib ichiga kirgizish edi. Shu sababdan lashkarlar oshu joydan yondi va bu qitimqi lashkari yurishga qo'y chirki deb ot qo'yishdi. Tayirxonning shu kunlarda 200 ming odami bor edi. Uning davlatining quyoshi zavolliqqa qarab yuzlangan. 10 lak askaridan 2 lak odam qolgan edi. Ammo uning ishg'oliyat siyosati yanada kuchli edi. Shu sababdan mamlakat va viloyatlarning sultonlari uning tavalligida muqim turib Uning Abul Qasim Sultan adlı bir inisi bo'lib, xaloyiq Tayirxonning ishg'oliyat siyosatini shuningdan ko'ratdi. Shunga xaloyiq biraqla hujum qilib, Abul Qasim Sultanni o'ldirdi. Ondan butkul xalq shu darajada chechilib ketdiki, faqat Tayirxon o'zi va o'g'lidan bo'lak kishi qolmadi. Bu ikkilan ilojisiz berib qirg'izlarga qo'shildi. Bu xabar xonga Qashqardagi vaqtida anglandi. Xonning Qashqarga kelishidagi sabab shuki, Mo'g'ullar xonga qirg'izlar o'zbeklar bilan qo'shilib bir bo'ldi. O'zbekning muddaisi Mo'g'ulistonda o'rlishish. O'zbeklar ko'p, shunga biz ularga taqobil tura olmaymiz. Bu qishda bu yerda turishimiz xatarlik deb arz qildi. Mo'g'ullarning bu iltimosini xon loyiq tepib, Rashid Sulton bilan butkul Mo'g'ul ahlini Qashqarga ko'chirib elib kelgan edi. Bular Qashqardagi vaqtida o'zbeklarning bayram bo'lganligi xabar anglandi. Lekin bahor oxirlashib qolgan vaqt bo'lg'achqa Mo'g'ullarning Mo'g'ulistonga berishi qiyin edi. Shu sababdan Mo'g'ullar qishda Qashqarda qoldi. Bosh bahor yaqinlashgan chaqda Tayirxon qirg'izlar bilan kelib, xon ot boshida qo'yib kelgan qirg'izlarni va Mo'g'ul ahlining Mo'g'ulistonda qolgan yilqilarini birga elib ketdi. 77-bob Baba Sultanning Qashqarligining sababi va uning keyingi ahvolining bayoni. Baba Sultanning nomi yuqorida zikr qilib o'tilgan edi. U xonning qarindishining o'g'li bo'lib, tarixning Hijriya 914-yili. Bu hodisa yuz bergan vaqt, ya'ni Hijriya 914-yili, milodiya 1508-yiliga to'g'ri keldi. Uning otasi Sultan Halil Sultanni Aqsida Joniy xon rahmat suyiga g'arq qildi. U chaqda Baba Sultan kichik edi. Xon Andijonni olgandan keyin Baba Sultan xonning xizmatida bo'ldi. Xon uni shu qadar azizlab e'tiborlaydiki, xonning o'g'illari Baba Sultonga hasad qiladi. Hoji Ali Bahodir Baba Sultanni Mo'g'ulistonga elib berish zaruriyatini o'tirg'a qo'ygan chaqda tag'am u maslahatni o'zgartib, Mo'g'ulistonga Rashid Sultanni avatishni qaror qildi. Shu sababdan Baba Sultan ko'p azar yedi. Xon har qancha iltifot va modara qilsa-mu, Baba Sultanning ko'ngil kiri kundan kunga ko'payotdi. Chunki Rashid Sultanning shon shavkati oshgan sari Baba Sultanning hasad tomirlari texmi qattiq so'qatdi. Uning ustiga odamiy shaytonlar hamma yerda bor. Xaloyiqning ko'ngil sakinlariga ittifoqsizlik urug'larini chechish undaq kishilarga odat bo'lib ketgan. Ashu toifalardan biri nechaylan Baba Sultanni vasvasiga selib, ittifoqsizlik va qarshilashish tarbiga kuch kiritib, sayyi harakatlarni qilishdi. Ular hamma fikr xiyollarni qilishdi. Lekin qechishdan boshqani loyiq ko'rmadi. Mazid adlı Yazid xuyluq bir odam bor edi. Boshda xon uningga ko'p iltifotlarni qilgan edi, ammo u o'z amalining hudisidan chiqolmadi. Shu sababdan uni mansabdan yiroqlashtirgan edi. Shunga Mazid o'zining Qashqarda turishini dishvar ko'ratdi. U Baba Sultanning huzuriga kelib vasvasiga selishga boshladi.
Baba Sultan yoshlik g'ururi tufaylidan yana kelib bilimsiz, nodon bo'lganligi sababidan aql nasihatchining yuziga g'aflat pardasi tortilib qolgan edi. Shunga u mazidining buzuq va yormas va sivaslarini haq va rost deb gumon qiladi. Mazidining maslahati mundaq edi. Sizdek Qobil Sultan Qashqarda kichik yurtda zoyi ketisiz. Esit, butkul olam yaxshi va qobil podshohga muhtojdir. Agar siz har qandaq viloyatga borgan bo'lsangiz, minglarcha minnatdorlik bilan jon dilidan xushal bo'lib sizni podshohlikqa ko'tardim. Shu jumladan Sulton Uvays Xutalan va Hisarda qobil podshoh topolmaganligi uchun ilojisiz o'zi saltanat taxtiga o'ltiribdim. U hech kishiga tava bo'lmabdi. Agar siz uning huzuriga borsangiz, sizni podshoh qiladi va o'zi boshlab berib, butkul Badaxshon oladi. Yana nechilagan ishlarni qiladi-ki, uning tafsiloti bayon qilinsa, sharhi ichiga sig'maydi. Qashqar va Mo'g'ulistonning podshohligiga selishtirganda, Mavara'u Nahr va Xorasonning podshohligi haqiqatan ulug' va mutvardir. Mazid davomliq ana shunday maslahatlarni oraga selib, Baba Sultonni qaymoqtirib bu so'zga ma'qul qildi. Uning so'zi bilan yana nechayilan qaymoqib Baba Sultonni kuch ko'rtib, shu yili qishda Yorkentdan qochdi. Xon orqasidan qo'g'limidi va mendan yaxshiroq kishini topsa muborak bo'lsin. Undaq bo'lmasa yana yenib kelar dedi. Baba Sultan shu qochqancha Sulton Uvaysning qishig'i bordi. Ondan Badaxshonga bordi. Badaxshonga borgandan keyin bildiki, u maslahatlarning hammasi quruq gap ekan. U shayton sifatli kishilar o'z manfaatlarini ko'zlab ashundaq tadbir ko'rishgan ekan. Shunga Baba Sultan Qashqarga pushaymon qilib yana Qashqarga yenib keldi. Ammo xon uningga Qashqarda turishga ijozat bermadi. Bu ahvol patiqinda bayon qilingusi. Baba Sultan omadsizlikdan Hindistonga bordi. U yerda mamlakatning tizginini uning qo'liga tutqizilmadi. Babur podshoh Hisar va Firuzaning atoqli qalasi bo'lgan Raxtakni Baba Sultonga berdi. Ammo Baba Sulton naloyiq ishlarga qadam qo'ydi. Shunga u kunlarda ishol, ich surish kasaliga duchor bo'ldi va bu ishol kasali su'il mizaj, mijoz buzilishga o'zgarib, shu kasal bilan vafot bo'ldi. Bu tarixning Hijriya 937-yili. Hijriya 937-yili, milodiya 1530-1531 yillarga to'g'ri keladi. Bo'lgan chaq edi. Bu vaqtda u 24 yoshda edi. Xon Baba Sultonni kichik vaqtida noiti azizlaydi. Hech ustoz uningga biror harf so'zlay olmaydi. Shu sababdan u ilm egallash sharaflaridan mahrum qolgan edi. Beyt. Berdi maktabga o'g'lini bir shah, qalg'ili ilm ramzidan aga. Berdi ilkiga taxayi seymin, ona qildi bu nukta tarqimin. Yetkizur mehr atavu jabr ustad, erur ol mehridan bu jabr ziyat. Degan mazmun Baba Sultonning sha'niga muvofiq keldi. Ammo uning tabiati iqtidordan xoli emas edi. Yoy bilan o'qni obdan otadi. Xush muomala edi. Dastlabki chaqlarda fiqr bilan to'liq birlik va cho'nqur e'tiqod bilan do'stlik o'rnatgan edi. Safarda xuddi bir qush bo'lib uchatdik. O'rlashgandimi ko'pincha vaqtlarda bir uyga tushdik. Chunki uning otasining singlisi menda, mening singlim uningda edi. Shu sababdan har qanday chaqda tuzat qilmasdanla bir-birimizning uyiga berib kelishib o'tdik. Tog'amdan shu ish sodir bo'lgandan keyin orada ko'ngilsizlik paydo bo'ldi. Baba Sultonga xon bilan qarshilashish vasvasasiz tushdi. Fiqir qancha nasihatlarni qildim, qabul qilmadi. Shuningdan keyin bir-birimiz bilan bo'lgan ilgirki birlikimiz qolmadi. Baba Sulton Badaxshonga qochib berib yana qaytib kelgan chaqda xon Fiqirni Baba Sultonni qaytarishga yorliq tushirib avatdi. Ko'rishgandan keyin Baba Sulton haddi hisobsiz o'zri etib kechirim so'rdi. Ko'pdan ko'p pushaymon va nadomatlarni izhor qilib, "Esit, sening chin so'zlaring va barhaq nasihatlaringni qabul qilmay, badhohlarning yolg'onchiliklarga, vasvasalariga aldanibdiman. Uningga amal qilibdiman. Shunga bu qattiq kunlar beshimga keldi" deb bu ruboyini aytdi. Beyt. Germen günahi ruyi zemin kerdestem, lütfi tu ümmetdesteki girdestem.
Güftiki bevaqti ecir desti kerim, aciz ter ezin mehaki eknun hestim. Tercümesi. Pur qildim egerce dekrige kohi günah, lütfun ecep irmeski manga bulsa pena. Dedin sana aciz, vaqtida rahim eyle ki ahvalım irur esru taba. Amma iş vaqtidan o'tgan edi. Şuna o özürü taqatsizlarning paydası bolmadı. Nazım. Şu fırsat bar idi bekar yurdun, mahal o'tdi ne sud emdi nadamet. Bu qitim uni ruhi sungan ve dertmen holatı görüp, buningdan keyinmi aşu holatı tursa deb ümid qilgan edim. Lekin Hindistonga borgandan keyin uning xuyi apali bekla o'zgarib ketibdi. Aşu paskesh bedxahlarning söhbeti ta'siri bilan solihligi buzuqliqqa o'zgarib ketibdi. Nazm. Tötmü söhbet yaman bilen zinhar, vaqina rabina azabinar. Baba Sultan'ın cinasını ruhdek. Ruhan tin Bedaxşan'a ilip gelip, Şah Muhammed Sultan ve Baba Sultan'ın mumisi tarafdaki bovusu bulmuş Sultan Muhammed Bedaxşi'nin gümbüzüde defne kıldı. 78. bab. Şah Muhammed Sultan'ın zikri ve onun ahırki ehvalının bayanı. Şah Muhammed Sultan bolsa, Sultan Muhammed Sultan'ın oğlu. Sultan Muhammed Sultan bolsa, Sultan Mahmud Han İbni Yunus Han'ın oğludur. Şahibi Han Sultan Mahmud Han'ni hemme perzentleri bilen billa şehit kılgan vaqtida Şah Muhammed Sultan teği kichik edi. Şahbi Han'ның emirlerden bir emirinin onunğa rühmi geldi. Şuna onu öldürmey pinhan sakladı. Şahibi Han öldürülüp Babur Padişah Mavara'u nehrini işgal kılgan vaqtida o emir Şah Muhammed Sultan'ni kaçırıp Babur Padişah'ның huzuruna verdi. Şu vaqtdan başlap Şah Muhammed Sultan Babur Padişah'ның hizmetideydi. Özbekler bu yerini qaytadan istila qilgandan keyin Babur Padişah Kabulga ketdi. Şah Muhammed Sultan Bedaxşanda Mirzaxonning qishida qolgan edi. Qashqar ishg'ol qilingan chaqda bu xabarni anglab xonning mulozimatiga keldi. Xon, nazm. Bu söz Parischa birinchi nusxada Masnaviy deyilgan. Ota sizga sal marhamat sayesin, qilib lütuf tutxil biyik payesin. Şu ko'rsang yetimi sar afkandani, haram eyle farzandinga bu sene. Degan mazmun bo'yicha Şah Muhammed Sultan'ni öz farzandidan azizroq ko'ratdi. Doim uningga otliq nazari va shafqatining soyasini salatdi. Şah Muhammed Sultan xonning xos huzurida farzand qatorida hamisha hozir edi. U balog'atga yetganda xon tuqqanlik zanjirini mahkam va marhamat aloqasini mustahkam qilish uchun o'zining oti bir, onimi bir qon qeyrindosh singlisi Xadicha Sultan xonimni Şah Muhammed Sultan'a nikohlab berdi. Peqir bilan Şah Muhammed Sultan'ның orasida mehr muhabbet ve do'stlik aloqasi shu qadar ching bog'landiki, nazm. Men bo'lib jonan bo'ldiman, go'yiya bir ruh bulduk ikki tan. Bu söz Parischa birinchi, ikkinchi nusxalarda ve Muhammed Sadiq Qashqarning tercümesinde beyt deyilgan. Ko'p vaqtlarda bir-birimiz bilan suhbatlash bo'latdik. Şah Muhammed Sultan, Baba Sultan ve Peqir 9 yıl müddet ichida xonning mulozimatida bo'ldik. Go'yoki Seyit degandiki sin, si harfining tishlaridek hergiz xizmatdan ayrilmaydik. Hech soatda hech bir sabab bilan mulozimatdan yiroqlashmaydik. Din ve dunyolikdan har qaysimizning har qanday narsa bo'lsa, uning yolg'iz egidorchilik qilmaydik. U go'yoki biz uchun o'rtaq ma'lum edi, mulk edi. Agar bir-birimizga minnat qilgudek ish sodir bo'lsa, u xil minnatning mazmuni hech qaysimizning xotirimizning atroflariga yaqin bo'lmaydi. Agar o'zri aytishga tegishli biror voqea yuz bergan taqdirdami, o'zrining mazmuni ko'ngil sahifasiga paydo bo'lmaydi. Har qanday ish sodir bo'lsa, bir-birimizdan rozi edik. Har jihatda bir-birimizga minnatdor edik. Xuddi do'stlikni ta'riflab mundaq aytilganidek. Nazm. Bu söz Parischa 2. nusxada rubai deyilgan. Öz aygali qo'ymag'ay chu bersang azar. Lütuf etkey minnat etmegey ol izhar. Yar ister isang ushbu sifan tafxil yar, mundaq emas ersa yar tutma zinhar.
Haqiqatan o 9 yıl ichida ana shundoq mehr-muhabbat tiklangan va mustahkamlangan edi. Ammo ochiq va ro'shanki, bu qiliqi sat-tatur palak haqida mundaq aytilganidek. Nazm. Mehr etal dilbaru ammo vafo qilmag'usi. Mehriga berma ko'ngil g'ayri jafo qilmag'usi. İzdəmə həcir bulursanki vəkalani sibihir, qoymağay vəsil etibarın taki juda qılmağısı. Uçuruşuş və əlaqə reştələrini çıngıtqan dostlar içində üzülüş və ayrılış xəncəridən yardar bolmağan birimi yox. Bir-biri bilan dost bolğanlar içində şəfqətsiz pələknin afəti tüpəylidən judalıq zənciriga giribdar bolmağanlar zadılı yox. Nəzm. Köngül qayanğayki bərsəm əsri hicranımən, Visal kimga ki tapsam judavu nalanman. Bu maqolni tasdiqlaydigan ahvol va bu da'voga guvoh bo'lgan holat shuki, Baba Sulton Qashqandan keyin Shoh Muhammad Sultonga shu qishda ajoyib bir ish duch keldi. Bu voqeaning tafsiloti mundaq. Baba Said otliq bir kishi bor bo'lib, u Mirza Bekchakning hammasining o'g'li edi. Shoh Muhammad Sultonning ko'ngliga uning muhabbati tushdi. Baba Said bo'lsa o'zining tangpungliqini yo'qotgan, chekidan oshgan, pokliq liboslarini g'unchidek pora qilgan, malomat tekanlaridan gul kabi qo'rqimsiz va beparvo yigit edi. Shoh Muhammad Sulton bilan Baba Saidning orasida muhabbat zanjiri mahkam bog'langan edi. Keyin Shoh Muhammad Sultonning nurg'un tirishchanlik va urinishlar bilan pokliq va taqvodorlik yo'liga dalolat qildim. Ammo Shoh Muhammad Sulton Misra Elvida ey zuhdu taqvo, el-firaq ey aqludin degandan o'ziga javob bermaydi va Baba Saiddan ko'ngil uzmaydi. Kundan kunga badqilqlikqa qarab harakat qiladi. Nazm. Bo'ldi yana sayri chaman orzu, jilvai ul sarbi suman orzu. Tavba qilib irdimu keldi bahar, bo'ldi yana tavba shikar orzu. Xon bilan Piqir qancha nasihat qildi. Foydasi bo'lmadi. Uning mo'tadilligidan halqib ketgan ishlari borgan sari ko'payishga boshladi. Oxiri Shoh Muhammad Sultonni qo'g'lashdan boshqa chora qolmadi. Nazm. Chun nasihat billa tuzalmasa kor, bas haqoratga yo'l topar nachar. Shoh Muhammad Sultonni Baba Said va bir qancha mulozimlari bilan Qorit degan tarafga mangdirdi. Amirlardan Muhammad Barlas, Amir Janaka qatorliq ikki amirni bularni Qorit deginga opirib qo'yish uchun qo'shib berdi. Ammo Amir Janaka yo'lda borguncha qarshilashib, Shoh Muhammad Sultonni boshqa bir tarafga elib bormoqchi bo'ldi. Shu sababdan Amir Janakini tutib bog'ladi. Baba Said Shoh Muhammad Sultonni Amir Janakani qutqizishga targ'ib qildi. U Amir Janaka sizga sadoqatmanlik qilib, bu mehnatga mubtalo bo'ldi. Shunga Amir Muhammaddan uni zo'rlik bilan ajratib olg'aysiz dedi. Shoh Muhammad Sulton bu so'zga oldin qaytib keldi. Tankichi bilan ular turgan joyga yetdi. Ularmi ashundaq andishi bilan mukammal qurollanib turishgan edi. Sulton kelib, Amir Janakani qo'yib beringlar deb vaqirdi. Bularmi vaqirib, har qanday kishi bo'lsang orqangga yong'in, bo'lmasa o'q yog'diramiz dedi. Sulton ularning so'zini eshitdi, lekin uningga ishonmadi. Kechi degan zolim podshohga o'xshash degandek u kishilar o'q etishga boshladi. Rost degandek bir o'q kelib, Shoh Muhammad Sultonning ko'kragiga tegib, teshib o'tib ketdi. U shu hamon haqqa jon topshirdi. Shuningdan keyin ularning orasida qattiq so'ran cho'qan paydo bo'ldi. Ulardan ba'zilari, xususan har qanday kishi bo'lsang orqangga yong'in, bo'lmasa o'q yog'diramiz degan kishilar qochib ketdi. Ba'zilariga xon nurg'un va'dalar bilan tasalli berdi. Bu ahvol yuz berganda Baba Sulton Xotalan va Qunduzga qochib berib, pushaymon qilib yenib keldi. Xon Piqirni Baba Sultonni qaytarib etishga buyurdi. Piqir berib uning yo'l oziqi va boshqa kerakli narsalarni tayyorlab berib, yo'ldan yondirdim. Bu voqea yuqorida bayon qilinib o'tdi. Shoh Muhammad Sultonning xotini xonning singlisi edi. Sulton Nigar xonim va Davlat Sulton xonimlar ham xonning hammasi ham Shoh Muhammad Sultonning otasining hammasi edi. Bularning hammasi xonga Shoh Muhammad Sultonni nima uchun o'ldirishga buyurdingiz, nimishqa uni begunoh o'ldirdingiz deb hujum qilib, xonni to'li tanglikda soldi. Xon necha xil qasamlarni qilib,
Men uni o'ltirishga buyurgan emasman, bu voqeadan xabarim yo'q dedi. Ular birdek, undaq bo'lsa, Muhammadni bizga bering. Shoh Muhammad sultonning o'rnida uningdan qisas olamiz. Xonmu Muhammaddan qisas ilishga rozilik berdi. Muhammad bo'lsa menga va tog'amga iltijo qildi. Uning ustiga Muhammad Barlas Rashid sultonning mulozimi edi. Rashid sultonmo tog'am bilan Peqirni izlab, to'la ta'kidlab, albatta Muhammadning xalosligi uchun tirishchilik ko'rsatib soy sabab qilg'aysizlar deb imkoniyatning boricha iltimoslar qildi. Shunga Peqir uning tarafdori bo'ldim. Xoli o'rinda xonga shuncha kuchab arz qildim. Sizning qarindoshlaringiz bo'lmish sultonlarning hammasi ketdi. Hozir o'z qarindoshingiz bo'lgan mushu bir sultonlik qoldi. Agar Muhammadni o'ltirsangiz, uning ko'ngli azar yeydi, Peqir kaminim azar yeyman. Chunki Muhammad bilan tuqqanchiliqim bor, deb bu haqda xonga ko'pdan ko'p iltijo qilib yolvordim. Shunga xon u ishni bir taraf qilishni menga topshirdi va seni bu ishda sohib ixtiyor qildim. Xohi qisas olgin, xohi qo'yib bergin. Ixtiyor senda dedi. Ammo yuqorida ismi zikr qilingan xonimlarning ba'zi onamning singlisi, ba'zilari otamning singillarining qizlari edi. Ularning hammasi birdek menga yuzlandi va ta'na, tanbeh va haqoratlarni qilib, u Barlasning sanga bo'lgan tuqqanchiligining qanchalik tayini bor edi, uning tuqqanchiligining yuz xotirasini qilaman deb munchvola muhim ishga kirishmayotsan, qisas olmaslikni ixtiyor qilmayotsan. Muhammad Barlasga silishtirganda Shoh Muhammad sultonning sanga bo'lgan tuqqanchiligi necha darajada ziyoda emasmi? Muhammad Barlas garchi otangning onasi bilan bir tuqqan bo'lsa-mu, lekin Shoh Muhammad sulton o'zingning onang bilan bir tuqqan. Uning ustiga Shoh Muhammad sulton sening do'sting ham suhbatdosh og'ilang edi-ku. Yana tehi onangning enisining qizi Xadija sulton xonim uning xotini tursa, uning xotinining singlisi, tog'isining qizi sening nikohingda tursa, xo'sh, Shoh Muhammad sulton bilan sening orangda mushincha vala tuqqanchilik haqqi va aloqasi bor turuqliq Muhammad Barlasning yuz xotirasini saqlasang, uningdan qisas olmay uni qo'yib berishni xohlasang, bu ravomu deb xonimlar shuncha vala ta'na va ma'lumotlarni yog'dirishgan bo'lsa-mu, lekin pok Tangrining irodasi ve pelekning qismeti shundoq ekan. Urug' tuqqanlarning bu haq so'zlarini rozilik quliqi bilan eshitmadim. Haq ishdan yuz o'rib botil nohaq tarafga qadam qo'ydim. Ya'ni Muhammad Barlasdan qisas ilishga rozilik bermay, Muhammadni tog'amga topshirdim. Tog'am uni Qashqar tog'larida qochirib saqladi. Mushu sababdan Peqir bilan urug' tuqqanlarim orasida ko'ngil og'riqi paydo bo'ldi. Ko'ngildagi bu kir-g'uborlar necha muddatlardan keyin ondan yo'qoldi. Demek mushundaq mushkul qiyinchiliklar bilan Muhammadni xonimlarning qo'lini xalos qilib, tog'amga va tog'amning avlodiga nisbatan bir jallodni paydo qildim. Misra. O'z ilkim birla topdim bir baloyi. Ey Tangrim, tavba qildim, yana tavba qildim. O'zing kechirgaysan, o'zing saqlagaysan. Men bu nohaq ishni qildim, shunga pok va ulug' Tangrim bizga dal shu Muhammadni kushanda qildi. Nohaq ishning haqiqatan ziyodan o'ziga natijasi yo'qdir. Muhammadni Peqir va tog'am o'limdan xalos qilgan edik. Bu Muhammad tog'amni uning avlodini o'ltirishda va Peqirga ziyonkashlik qilishda hech kim kutisini qo'ymadi. Payg'ambar alayhissalom kimki zolimga yordam bersa, Xudoy taolo hamon shu zolimni shu kishiga kushanda qiladi degan edi. Bet. Yomonga yaxshilik qilmoq bedaqiq, erur yaxshiga qilgandek yomonlik. Ey Tangrim, seningdan mag'firat tilayman va shu ish xususida sening panohingga sig'inamanki, har qanday ish bu dunyolikning maslahatida muvofiq bo'lsa-mu, lekin haqiqatda u ish oxiratlik uchun ziyonli bo'lsa, u ishni menga qildirmag'aysan. Shu haqda seningdan tavfiq tilaymanki, sening roziliqing bo'lmagan har qanday ishni tashlag'aysan. Hamma ishlarimda botilning o'rnida haqiqatni barpo qilib bergaysan. Zolimlarga yontayoq bo'lishdan va uning yomonliklaridan o'z panohingda saqlag'aysan. Musulmonlarga yor yo'lakda bo'ldigan va ularga kuch-quvvat yetkazilgan ishlarni qilishga muvaffaq qilgaysan. Solihlar bilan do'st bo'lishga, ularni do'st tutishga nasib qilgaysan. Mo'minlarga yor va yaxshi kishilarga yaqin qilgaysan. Zolimlarning yomon qilmishlaridan yiroq qilgaysan.
G'afillarcha uyquga ketishdan to'sqaysan. Ey cheksiz mehribon Tangrim, menga rahim, shafqat qilg'aysan. 79 bob. Rashid Sultanning Peqir bilan Beldurga urush uchun borganligi. Vaqtiki Shoh Muhammad Sultanning vaqasi yuz berdi. Shu sababdan urug' tuqqanlar orasida ko'ngilsizlik paydo bo'ldi. Shu yili qishda Xon Rashid Sultan bilan Peqirni Belur Bulur deb ataldi. Hozirgi Kashmirning g'arbiy shimolidagi Baltiston muharrirdan urushga buyurdi. Bizmi ashu kunlarda bir qancha kun bo'lsa-mu, urug' tuqqanlardan yiroq bo'lganligimiz uchun xo'sh bo'lib, tezlikda urushga yurish qildik. Bilmek kerakki, Belur bo'lsa, kuparlar yurtidir. Ularning ko'p sonligi tog' xalqidir. Hech birining din va mazhabi yo'q. Ular hech ishdan parhez qilmaydi va o'zini tortmaydi. Ko'ngli qaysi ishni xolsa va nima xo'sh yoqsa, shuni qiladi. Beluristonning kunchiqish tarafi Qashqar va Yorkent viloyatiga, shimol tarafi Badaxshonga, g'arb tarafi Kobulga, janub tarafi Kashmir diyoriga tutashdir. Hamma Beluristonning ichi va to'rt atrofi 4 oylik yo'l bo'lib, uning hammasi tog', jilg'a va tor yerlardan iborat. Mubolag'a yuzdan butkul Beluristonda bir farsangmo tuz yer yo'q deyishga bo'ladi. Belur xalqi ko'p xalq bo'lib, ularning hech kanti bir-biri bilan ittifoq emas. Orasida davomli qirg'inchilik bo'lib turadi. Jidal mojarolar uzilmay davom qiladi. Ularning urushlari ko'pincha mundaq yo'sinda bo'ladi. Ayol va ojizlari imorat va teriqchilik bilan mashg'ul bo'ladi. Erlarning orasiga kirib sulhi saloq qiladi. Ular agar tamoq yeydigan vaqti bo'lsa, bir-birlariga hiyla ishlatmasdan urushni to'xtatadi va bir-birlaridan ayrilib uylariga kelib, tamoq yeb bo'lgandan keyin yana kelib urush qiladi. Namozdigar vaqti bo'lsa, yana xotinlari oraga kirib sulhi qiladi va erta urush qilishni qaror qilishib uylariga yetishadi. Go'yoda sulhi bir yerga qaror topmay qoladi. Bundaq vaqtda kech tong otqucha uylarini mahkam taqib, uxlamay tayyor turib tong otqizadi. Ularning hamma ömrü ana shu tariqada o'tadi. Ularning yayloqlari oz bo'lg'ashqa, chorvalarmi kam. Az-azdan qo'y va o'chkilari bor. Ularning yungini kiyim qilishadi. Jumladan yog' va sut qilg'idek kollarimi bor. Uningdan ziyoda chorvasi yo'q. Har bir jilg'ining qavmining zuvonlari boshqacha bo'lib, hech qaysilari bir-birining tilini bilishmaydi. Chunki ularning oralarida hamisha urush va dushmanlik bor. Shunga umrlari ichida ashu jilg'idan bölek yerini ko'rmay o'tadi. Ammo Beluristonda obdan bog'lar va yaxshi mevalar to'la. Bo'libmi anori obdan va ko'pdir. Bir xil anor bor ekan. Men undaq anorni Beluristondan boshqa joyda ko'rmadim. Uning donalari nihoyat suzuk va pokiz, tatliq va tamlikdir. U yerda hasalmi to'la. Demak, shu zimistonda biz Belurda edik. Qattiq urushlar yuz berdi. G'alaba va nusrat biz tarafda edi. Toki bahor vaqtgacha turib, ondan sog'-salomat Sarg'uchpanga kelib, o'g'ilji g'animatlarni ayirdik. Mingdan ko'proq asir bor edi. Tarixning Hijriya 934-yili bosh bahorida. Hijriya 934-yilning bosh bahori milodiya 1528-yilga to'g'ri keldi. Xonning xizmatiga yetib keldik. Shu yili yozda Sultan Nigar xonim uning eti bu kitobning bir qancha yerda zikr qilindi. Bezga kesili bilan vafot bo'ldi. Tangri uning gunohlarini kechirgay. Peqir uning vafoti tarixini Xondash jannati. Xondash degan so'zning abjad hisobidagi sonlari jamlanganda Hijriya 934-yili, milodiya 1528-yiliga to'g'ri keldi. degan so'zdan chiqargan edim. 80-bob. Xonning Badaxshonga ikkinchi navbat borganligi, uning tafsiloti va ashu kunlarda duch kelgan voqealarning bayoni. Tarixning Hijriya 936-yili. Bu yilnoma bu yerda 936 deb ko'chirilib qolgan. Boshqa barliq nusxalarda va bu qo'lyozmaning sal tövünida 935 deyilgan. Hijriya 935-yili, milodiya 1528-1529-yillarga to'g'ri keladi bo'lgan edi. Bobur podsho Humayun Mirzani Hindistonga elib ketdi. Buning tafsiloti shuki,
Mirzaxon ibn Sultan Mas'ud Mirza ibn Abu Said Mirza Badaxshonga podsho edi. U vafot bo'ldi. Uning Sulaymon Shoh otliq bir narsida o'g'li qoldi. Bobur podsho Sulaymon Shohni o'z huzuriga olib ketdi. Badaxshonni cho'ng o'g'li Humayun Mirzaga berdi. Tarixning hijriyat 935-yili bo'lguncha Humayun Mirza Badaxshonda edi. Vaqtiki Bobur podsho Hindistonni ishg'ol qilib, mamlakatni dushman xas-xashlaklaridan poklandi. Shu vaqtlarda Bobur podshoning o'g'illaridan Humayun Mirza va Kamran Mirza qatorliq ikkisi yoshlik davriga qadam qo'ygan edi. Bobur podsho Humayun Mirzani o'z huzuriga chaqirtib, Badaxshonga kishavatdi. Uning xiyoliy farzandlaridan biri hamisha xizmatida birga bo'lsa, navoda taqdir xabarchisi o'lim uchurini yetkizsa, izni bosqay degandan iborat edi. Shu sababdan Humayun Mirzaning Hindistonga kelishini talab qilgan edi. Badaxshon ahli Humayun Mirzaga mundaq arz qildi. Badaxshon o'zbeklarga yaqindir. O'zbeklarning Badaxshonga ko'ni adovati bor. Agar o'zbeklar Badaxshonga qasd qilsa, amirlar uni yo'qotishning hudisidan chiqolmaydi. Humayun Mirza: "Aytqininglarning hammasi rost, lekin otamning buyrug'iga bo'yin tovliq qilish mumkin emas. Ammo inalarimdan birarsini tez vaqt ichida avatarman" dedi. Humayun Mirza shundaq deb xalqqa tasalli berib Hindistonga qarab yo'lga chiqdi. Humayun Mirza ketgandan keyin xaloyiq mayislandi. Şuna Sultan Üveys başlıq bütkül Badaxshon əmirləri xanның pələkdək yüksək bərgahıga tezlikdə kişi əvətdi və mundaq ərz qıldı. Humayun Mirza Hindistan'a ketdi. Bu vilayətni Pəqir Əliyə tapşırdı. Pəqir Əli Özbekning hüdüsüdən çıxalmayman. Şu səbəbdən Badaxshonda xotirjamlik hosil bo'lmaydi. Agar palon vaqtgacha yetib kelsalar, yaxshi bo'lgani. Bo'lmasa Özbeklarga tava bo'lmay ilojimiz yo'q. Çünki Özbeklar bizga yuzlansa, uningga taqobil turishga qudratimiz yetmaydi. Shunga ular yurish qilishdan burun ularga tava bo'lsak, bu xalos bo'lishimizga sabab bo'lib qilishi mumkin. Yana bir jihatdan Badaxshon viloyati xonning momisi Shohi Bekam tarafdan xonning mirosidir. Mushu kunlarda bu mirosga xondanmu haqliq va muvofiq kishi yo'qdir. Ular shundaq deb nurg'un mubolag'alar bilan arz va iltijo qildi. Xon agar o'zi bo'lmasa, Badaxshon O'zbekka tava bo'lib ketgudek deb jazmlashtirib, tarixning hijriya 936-yili Muharram oyining Hijriya 936-yili Muharram oyining avvali milodiya 1529-yili 9-oyning boshlariga to'g'ri keladi. Avvalida Badaxshonga yurish qildi. Rashid sultonni Yorkentda qoldirib qo'ydi. Bunun səbəbi şu idi ki, yuqurda bayan qılıb ötülgəndək Tayirxan tənha qaldı. Zimistanda Qırğız və onun həbərlikləri parakəndə boldu. Xan ali himmətli qılıb onunğa heç qandaq çıxılmadı. Şuna neçə müddətcə Qırğızlar içində yürüdü. Yana 20-30 min Özbek onun ətrafına yığıldı. Tayirxan qudretinin yetişcə hər tərəfə təcavüz qollarını sozuşqa başladı. Şuna xan ehtiyat yüzsün Rashid sultanni Qashqar viloyatida qoldirib qo'yib, o'zi Badaxshonga yurish qildi. Sariq cho'ponga yetganda xon Peqirni oldin mangdirdi. O'zimi Peqirning keynidan ravon bo'ldi. Peqir Badaxshonga berib angdimki, Humayun Mirza Kabuldan inisi Hinral Mirzani o'z o'rniga Badaxshonga avatibdi. Hindal Mirzaning Badaxshonga kelib o'rlashganiga 15 kun bo'ldi. Bu xabarni anglagandan keyin fikr qildimki, hozir jaddiy basli. Qish vaqti, qaytish mushkul va dishvordir. Shunga ilojisiz qal'ai zafarga keldik. Har qancha sulhiy so'zlarni oraga selib baqdik. Badaxshonning ba'zi viloyatlarini bizga beringlar. Qishni o'tkazib olib, viloyatinglarni o'zinglarga qaytirib beramiz. Xonmi qaytib ketadi deb kuchab ta'kidladik. Ammo ular bizning bu so'zimizga ishonmay, buni hiyli mikir deb gumon qilishdi. Oxir ishimiz urushga qaror topdi. Xon yetib kelguncha Paqir qal'ani zafarning atrofini talon-taroj qilib, mol-mulk, chorva va dunyolik hamma narsalarni yig'dirdim. Necha kundan keyin xon yetib keldi-da, qal'ai zafarni muhozir qildi. Paqirning daxli taruzum yetmay qolgan joylarni xonning lashkarlari paymal qildi. Qish fasli oxirlashdi. U amirlar xonning xizmatida bo'lmaganliklari uchun
o'zlari aytib, agar Hindal Mirzo kelmagan bo'lsa edi, albatta xonning mulozimatiga bosh qo'yatdiq deyishdi. Xon ularga Bobur podsho bilan muxoliflik qilishim hargiz mumkin emas. Sizlar agar kelmasizlar, O'zbekka tava bo'lamiz deb to'li iltijo qilib kishi avatdinglar. Agar o'zbeklar Badaxshonni ishg'ol qilib olsa, bizgimi Bobur podshohimi to'sal bo'ladi. Shu sababdan men kelgan edim. Agar ish oshundoq bo'lsa, har kim o'z o'rniga qaytsin. Xon shundoq deb qal'ai zafardan Qashqarga qarab yuzlandi. Xonning Badaxshonga kelganligi Hindistonda Bobur podshoh anglandi. Uning ko'ngli noiti alamlik bo'lib, bu haqda ko'p fikr yurgizib o'ylangandan keyin Badaxshonga Sulaymon Shoh Mirzani avatib, Hindal Mirzani Hindistonga qaytarib ketdi. Ondan xonga maktub yozib, ikkimizning orasida necha turlik urug' tuqqanchilik, haq huquqlari va aloqalari bor turuqliq bu ish ajab sodir bo'ldi. Shunga men Hindal Mirzani Hindistonga elib ketib, Badaxshonga Sulaymon Shoh Mirzani avatdim. Agar miras huquqini izlasilar, mening huzurimda turayotgan Sulaymon Shoh Mirzo o'zlariga farzand hukmidadir. Shunga uningga shafqat qilib, Badaxshonni uningga bersa yaxshi bo'ladi. Hozir men o'z zimmamdan saqit qilib mirasni o'z egisiga topshirdim. Qolganini o'zlari bilurlar degan so'zlarni bayon qilib avatdi. Ammo Sulaymon Shoh Mirzo Badaxshonga yetib kelishdan xeyli muddat ilgari xon qaytib bo'lgan edi. Shunga Hindal Mirzo podshohning hukmi bo'yicha Badaxshonni Sulaymon Shoh Mirzoga topshirib, o'zi Hindistonga ketdi. Shu vaqtdan toki bugungacha Sulaymon Shoh Mirzo Badaxshonda turibdi. Xon Badaxshondan yenib bosh bahor faslida Yorkentga yenib keldi. Tog'am yo'lda kasal bo'lib qolgan edi. Qashqarga yetib kelganda necha qisma kasalga duchor bo'ldi. Ham istisqa, ham ziqqa va bezgak kasali uzluksiz qo'zg'alib turadi. Shu vaqtki komil tabiblardan, masalan, Janobi Hoji Abdulvahid Tahuri, Qozi Shamsiddin Ali tabib. Bu ism boshqa nusxalarda Qozi Shamsiddin Ali Kartabib deyilgan va boshqalarning hammasi ojiz bo'ldi. Kasalning shiddati shu darajaga yetdiki, saqishning umidi qolmadi. Shu holatda turganda Hazrati Maxdumi Hojai Nuran uning sirlari muqaddas bo'lg'ay Turpandan keldi. Hazrati Hojaning Turpanga borganligining sababi mundaq edi. Mansurxon Hazrati Hojaga iltijo qilib, agar saodat keltirguchi qadamlarining berkitidan bu muxlislarni bahramand qilsalar, katta baxt va ulug' davlatdir. Gerçi biz bandalarning beshimiz bilan qadam ilib berib, ostonlarni so'yib tavob qilish sharafiga erishishimiz joiz bo'lsa-mu, biroq bu davlatning bizga muyassar bo'lishi o'zirlik va mushkuldir. Shu sababdan beyt. Inoyat aylagi yetmas kamalinga nuqson. Valik bo'lg'usi bizlarga turfa izru sharif degan beytning hukmi bo'yicha iltimosimizni qabul qilg'aylar deb to'lidan to'la ta'kidlashlari bilan iltimos qilgan edi. Shu sababdan Hazrati Hojai Nuran Turpanga berib, u joydagi ishtiyoq sahrosida chanqigan muxlislarni visallari zalliga qondirib Qashqarga qaytib kelgan edi. Beyt. Sening bu kalimingga baxt marhaba qildi, shu ko'rdi pok yuzingni malak duo qildi. Bu so'z Farscha 2-chi nusxada nazm deyilgan. Bu she'r Molla Muhammad Niyaz tarjimasining bu qo'lyozmasida mushu 2 beyt bilanla ko'paylangan. Farscha 1-chi, 2-chi nusxalarda yana Shugaymanki chaxush omadi masih sifat Beyak nafis hamma dardi marva dava karda. Tarjimasi Masih sifat naqadar xush keldi deb na aytay, birla nafas bilan hamma dardimga davo qildi degan misralar bor. Tog'amning ahvoli shu yerga yetgan ediki, orqa-orqadan xudini yo'qotdi, behush bo'ladi. Tuvanki a'zolardan zartab eqib turadi. Hazrati Ishon kelgandan keyin tog'amga yuzlandi. Oz muddatdan keyin kasalning shiddati sal qaytdi. U har qanday chora qo'llansa, hammasi manfaat qildi. Haqiqatan bu tibobat emas, balki karomat, avliyolik quvvat edi. Chunki kasal shu darajaga yetgan ediki, badan tabiiy ojizlab, holsizlanib ketganlikdan do'rini qabul qilgudek quvvat va qudrat qolmagan edi. Demak, Hazrati Hojaning bu ishlari odatdan tashqari ahvol edi.
Shu asnoda Hazreti Xoja-i Nuran bilan uning kichik inisi Hazreti Xoja Muhammad Yusufning orasida ko'ngil og'riqi paydo bo'ldi. Bu ko'ngil og'riqi kundan kunga kuchayotdi. Bir kuni faqir Hazreti Xoja-i Nuranning mulozimatlariga bordim. Hazreti Xoja Muhammad Yusuf Hazreti Xoja-i Nuranning suhbatlarida o'ltirayotgan ekan. Hazreti Xoja-i Nuran g'azab bilan o'ltirgan ekan. Faqir kirib o'ltirgandan keyin Hazreti Xoja-i Nuran aytdiki: "Ey Muhammad Yusuf, sen nima uchun mundaq ishlarni qilasan? Agar sen otamning muridi bo'lsang, men buvimiz Xoja Akrar Qudusa Siruhining muridiman. Uningdan tashqari yana bir qancha turli loyiqatim bilan sendan ustun turman. Sen mening cho'ng o'g'lim bilan emildashsan. Bu barliq farzandlarim bir tarafda tursin. Men Hazreti Rasul sallallohu alayhi va sallamning tarbiya kettirsiman. Sening men bilan qarshilashishingga nima hadding bor?" Hazreti Xoja Muhammad Yusuf: "Meningmi an Hazratning tarbiyatda madad berishidan umidim bor" dedi. Shuning bilan Xoja-i Nuran: "Ey Muhammad Yusuf, sen va men bu ishimizni on Hazratga arz qilayli. İkimiz haqida on Hazrat hukm chiqarsin, shuningiz rozi bo'lamsan" dedi. Hazreti Xoja Muhammad Yusuf: "Ari, roziman" dedi. Xoja-i Nuran: "Menmu rozi" dedi. Uningdan keyin ular hech so'z qilishmadi. Suhbat shu so'z bilan tamom bo'ldi. Hazreti Xoja-i Nuran shu kuni Badaxshonga qarab yuzlandi. Ondan bir kishi kelib, Hazreti Xoja Muhammad Yusuf kasal bo'lib qoldi, sizlarni chaqirdi dedi. Faqir darhol bordim. Qarsam qizitmasi bor ekan. Hazreti Xoja Muhammad Yusuf menga: "Men bilman, Xoja Xavan Mahmud necha muddatdan beri menga tikilib turib oldi. Buningdan ilgari Hazreti Risolat Panoh Payg'ambar alayhissalomdan menga ko'p marhamatlar yetib turadi. Endi nima vafa bo'lganligini bilmayman. U marhamatlardan asarmi ko'rinmaydi. Menga aniq ma'lum bo'ldiki, bu kasaldan xaloslik topolmayman. Xoja Xavan menga qarindosh, ham ota o'rnida edi. Menga muncha shiddat bilan tikilib turib olmagan bo'lsa bo'ladi. Bir tuqqanchilik mehr shafqatini tashladi. Esit, men esit deb mushundaq so'zlarni ko'p so'zladi va bir qancha hikoyatni bayon qildi. Ondan tavobibatlarini fiqirga vaholi qildi va to'gi yungidan to'qilgan bir o'zbekcha kiyim, bir belbog'ni yodgor tariqasida inoyat qildi. Fiqir bu so'zlarni taqobilda uning ma'nosini yaxshilikqa jo'rib bir muncha so'zlarni aytdim. Lekin qabul qilmasdan saqlayolmasligim aniq. Buningda hech shak shubha yo'q dedi. 6-chi kechasi kesili texmi ig'irlashdi. Tarixning Hijriya 937-yili. Bu qo'lyozmada 6 deb yozilib qolgan. Boshqa nusxalarning hammasida 7 deyilgan. Shunga izohatga tuzitib ilindi. Safar oyining 14-kuni edi. Hijriya 937-yili, Safar oyining 14-kuni, milodiya 1530-yili 10-oyning 7-kuniga to'g'ri keladi. U zotning pokiz ruhi, pokliq bargohi tamom ko'chdi. Uning ruhi rahmatga va mag'firatga erishgan. Faqir Xoja Muhammad Yusufning vafot tarixini Tayiri Behishti, Jannat qushi. Bu so'z Mulla Muhammad Niyoz tarjimasining bu qo'lyozmasida Tahir, Pok, Pokiz deb yozilib qolgan. Boshqa nusxalarning hammasida Tahir, qush, ushquchi deyilgan. Tuzitib ilindi. Tahir Behishti degan so'zdagi harflarning abjad hisobidagi sonlari jumlanganda Hijriya 937-yili, milodiya 1530-yilga to'g'ri keladi degan so'zdan chiqardi. Shuningdek keyin xon Faqirni Hazrati Xoja-i Nuranning mulozimatiga avatdi. Faqir orqadan yetib berib u zotni qaytishga taklif qildim. Hazrati Xoja-i Nuran iltifot va inoyat qilib iltimosimni qabul qildi va qaytib keldi. Xon istiqboliga chiqib beshini Hazrati Xojaning qadamlariga qo'yib o'zir taqsizlar aytib kutib oldi. Xon Hazrati Xoja Muhammad Yusufning hozisini ichib, Hazrati Xoja-i Nuranning mulozimatlarida sadiqa, nazr, osh va xatmi Qur'onlar bilan uzatdi. Hazrati Xoja-i Nuran
Yangisarga berishni niyat qilgan edi. Xonmu Hazreti Xoja-i Nuranning mulozimatida bo'lib, Yangisarga bilib bordi. Shu qishda ular Yangisarda bo'ldi. Butkul murid muxlislar Hazreti Xojaning mulozimatida edi. Ular Hazreti Xojadan ajoyib holatlar va g'aroyib ishlarni ko'radi. Xon hamisha Hazreti Xojaning suhbatlarida edi.